Ko'rib turganlaring qaranglar, 30 ga 60 termotravertin bo'ladi. Bu 100% travertin toshdan qilinadi do'stlar. Orqasida penoplastimiz bor. Buni qalinligi 3 sm bo'ladi. Oldidagi termotravertinimiz 1 sm bo'ladi. Pastkasigacha bo'lgan joyigacha qalinligi 3,5 bo'ladi. Общий. Oldigacha rasamatgacha chiqadigan bo'lsa, qalinligi 4 bo'ladi devorda orqasidan oldigacha. Buni bemalol kesib ishlatsa bo'laveradi. Ichini bitta ko'rsataylik. Bu termotravertinlarimiz qaranglar, 30 ga 60 lik katta zanalarga bo'ladi. Kichkina xonadonlar misol uchun bo'ylari past bo'ladigan bo'lsa 25 ga 50 ga bor. Ularni har xil razmerda qilib chiqarib beramiz. Hozir ustaga qaramiz. Ustanovka qilyapti. Ustaga qanaqa devorga tavsiya qilasiz termotravertinni? Aka devor tanlamaydi. Devor tanlamaydi. Devor tanlamaydi, faqat lojuva bo'lmasa bo'ldi. Lojuva bo'lmasa bo'ldi. Lojuvada ham iloji bor, necha klient rasxod qiladi. Qanaqa rasxodlar bor aka o'sha? Lojuva. Shurut olib beradi, penadan ko'proq olib beradi. Penadan ko'proq. Hozir qarab turibsiz aka, marta kafeniklar yopishtiribsiz, marta pena quyibsiz. Bitta ko'rsating. Endi bu yerda mana shu buzilib ketganning hisobiga ozgina o'zimiz uchun ishonchliroq bo'lish uchun pena quyib qo'yganmiz. Kafeniklarga ketadi. Ya'ni ko'pchilik bu podvesni so'rayapti. Mana bu narsa nimaga qilingan deb. Ustaga boshini bitta tushuntirib berib o'tib ketasiz mana shu narsani. Endi buni podvesini hali ko'pchilik so'rayapti-da, hali kafeniklarga yopishtiramiz, bunaqa aytsak, podves nima uchun deyapti. Bu podvesi klient xohishiga qarab, devorga qarab, bunaqa o'qi bor, urib qo'yiladi. Yana ham mustahkam bo'ladi, bu ishonchligi yana ham oshiradi. Hozir buni mashina terib ketyapsiz ustaga. Bu O'zbekiston bo'ylab ham ustanovka qilib berib kelasizmi? O'zbekiston bo'ylab. 1 kvadrat metri qaranglar, tosh narxini aytib ketdik. Xo'p, bu 30 ga 60 imiz, 1 kvadrat metri 120 ming so'm bo'ladi do'stlar. Mana gladki bo'ladi, silliq. Devorda ham bitta ko'rsatingiz bo'ladi. Ustaga 1 kvadrat metrini hech bilan bosib berasiz. Viloyatlar bo'ylab o'zimizni. Endi vodiyga bo'lsa 70 mingdan. 70 ming so'm. Endi ag'iga dogovor bilan qaykaliga bog'liq. Masofasiga qarab. Masofasiga qarab. Xizmat o'zi. Xizmat o'zi. Undan tashqari yana kvadrat metr nima rasxod qancha qiladi? Endi devorga qarab uzab ketsa 15 ming so'mdan sotiladi. Kafelniklik, o'qi, tiyagalani nimasi bo'yaladigan bo'lsa bo'yag'i. Kvadratiga. Umumiy hisobda 200-210 ming. Shunaqa. Viloyatlarga. Keyin qarang, hali hozir ko'pchilik so'rayapti, baribir o'sha ustani o'zidan so'raganimiz ma'qul. Shunday qoladi-a bu? Shunday biz aytyapmiz, shunday qolasa, laklanadimi, boshqa bo'ladimi deb. Yo'q, endi buni laklash hojati yo'q. O'zi glansiz kuchli. Endi aniq klient xohishiga qarab, agar laklatsa laklab beriladi. Xizmatini olinadi, lakini olinadi, laklab beriladi. Keyin hozir ko'pchilik uyni, misol uchun, emulsiyalab qo'yganda, emulsiyaga ham shkafniklar bo'laveradi. Gruntovka uramiz. Gruntovka. Gruntovkasiz bo'lmaydi. Yo'q, gruntovkasi bo'lmaydi. Nimaga otib yuboradi yo boshqa bo'ladi? Tashlaydida. Emulsiya. Emulsiya ko'chib ketadi-da. Endi uning xizmatlari nima bo'ladi? Demontaj qilinadigan joylari bo'lsa, demontajni qilib o'zimiz ketaveramiz. Buni buzib bering, buni qilib bering degan narsa bo'lmaydi. O'tikleniya masalasi. Issiq sovuqqa. Ko'pchilik bu yil qishda anchagina rasxod o'tib ketib qoldi. Uyda isitish uchun. O'shanga ham anchagina qulayligi bor buni. O'zim bitta ko'rsatib 70% gacha o'xshab beradi. 70%. Buni qaranglar, do'stlar, plotnisi hali magazinda sotiladigandan emas, bu zichligi 16 bo'ladi. Qalinligi 3, o'sha boya aytganimizdek. Hozir balyatlarga kesishdi. Bu ham tosh, buni bemalol kessa bo'laveradi. Qo'rqmasdan. Shuvoq qilinmasdan devor, ya'ni shu holatda ko'pchilik yangi makonda shu g'ishtni ustidan yopishtirsa, aynan shu penoplast shuvoq vazifasini bajaradimi, bajarmaydi? 2 martalik bajaradi. 2 martalik bajaradi. Buni 25 ga 50 sm ham bor, 60 ga 30 ham. Undan tashqari dekorativniy 3D varianti ham bor. Ustaga ko'pchilik 3D ni so'rayapti, 3D ni qayerda ishlatish kerak? Xo'p, 3D variantini burchaklarga, derazalar tagiga kombinatsiya qilib ursa bo'ladi. Splashni tersa ham bo'ladimi? Splashni tersa ham bo'ladi o'shani. Men chiroyli chiqadi. Ham chiroyli chiqadi. Pregorodka ajratib. Ajratgani yaxshi. Hozirgidek dizayn nimasiga qarab. Undan ko'ra, misol uchun hamma dizayn har xil, splashni tekis bo'lgan chiroyli chiqadi. Chiroyli chiqadi, baribir. Bitta ko'rsating. Kamera qay darajada olib beryapti bu yaltirashini, lekin men ko'zimda juda ham chiroyli chiqyapti. So'kil qismi bitta laklab qo'yilsa bo'ldi. Ustanovka bo'lishi qanaqa? Tez ustanovka bo'ladimi yo qiyinmi? Endi odamning o'ziga bog'liq. Biz misol uchun yo'q, hali misol uchun klient chaqiradi, borasizlar. 40 kvadrat, 50 kvadrat turamiz bir kunda. Bir kunda 40 kvadrat. 40 kvadrat, stabilniy bitirishimiz. O'rtacha
2 kun 3 kun ekanda. Masalan, Endi 150 katta kvadrat kichik bo'ladigan degan, bo'lsa, ha, o'rtacha standart. 4 kun. 4 kun. 4 kun. Anchagina qulay ekanda, uyda egasiga ham. Sizlarga ham shunaqa sifatli termotravelting yo bo'lmasam klinkerlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Yangiliklarimiz juda ham ko'p. Pastda telefon nomer qoldiramiz.